Xitoyda ishlab chiqarilayotgan eng qimmat sedanni bugun sizlarga ko'rsataman. Qani ketdi. Yulduzli osmon faralari. Aito M9 eslatdi. 21 Michelin diski, bu ham do'popsa. O'zida 20 chiqargan. Bezramishli oynali, двухслойный, ya'ni baqvat bo'ladi. Endi mana akustikasini ko'rasizlarmi? Huawei'dan spesial ishlangan akustika. Akustikani o'zi 25 ta ekan. Faraz qilsizlarmi akalar? Endi salonga ko'ryapsizlar, mana kameralarni qaranglar. Bokovoy ko'rsatib, shunaqa sochli kamera, endi qoyil qolish mumkin. Xo'p, eng glавный narsasi bunda menga yoqqan fishkalardan bittasi bu ruli sportivniga o'xshab turibdi va mana buni qaranglar. Bunda yopib qo'ysanglar bo'ladi, bunda ochib qo'ysanglar bo'ladi. Bemalol rasmga tushsanglar bo'ladi, kameraga ham olib yurar ekan. Proyektorga qaranglar akalar. Xo'p, buni tushirganingizdan keyin mana bu yerda o'zini alohida plansheti bor ekan. Kino qo'yib qo'ysanglar bo'ladi, hamma ish qilsanglar bo'lar ekan. Bu yerda ko'rib turganimizdek besprovодный o'zaryadka, bu yerda bari va Rolls-Royce'ga o'xshagan mana bu yerda xolodilniki bor ekan. Qaranglar akalar. Bijildoq suvlarni qo'yib qo'yib ichib yursanglar, maza. Proyektorda ko'rishingiz mumkin, juda ham katta dom kino bo'lyapti. Muhim ma'lumotni aytib o'taman. Do'p opsaligida rangini o'zgartirsanglar bo'lar ekan. Rangini, nappa ko'jalarni va bu yerda ko'rib turganlik zamijviy qilsanglar bo'lar ekan. Do'p opsasi arzimagan 8 dollar turar ekan. Bu elektromobilning saloni alohida tema, orqa tarafi vashcha alohida tema. Bagajini ko'rishingiz mumkin. Bagaji 375 litrli bagaji bor ekan. Mana bularni ham koja qilib qo'yib, buni ko'tarsanglar bo'ladi. Pastda ham joy bor. Xo'p, akalar, hammaga Stelato S9 narxi qiziq bo'lsa kerak, chunki eng qimmat sedan Xitoyda. Bu Stelato S9 narxi 58 ming dollar CIP Tashkent avtobazada har doimgidek. Hali hech kim olib kirmagan, shuning uchun biz rastamoshkasini bilmaymiz. Kim birinchi olib kirsa bitta bo'lib yuradi, rastamoshkasini ham o'shanda bilib olamiz.